Nega aynan insultdan keyingi reabilitatsiya sohasini tanlaganman? Sababi shogird bo'lib yurgan paytimda patsientlarni chin dildan rezultat ko'rayotganini ko'rib, chin dildan qilayotgan duoligi sababli, asosan yosh kattalar insult bo'lishadi, chin dildan birovdan duo so'ramasdan o'z ichidan chiqib duo qiladi. Shunaqa duo qilayotganini ko'rganman-da, shu meni kasbim deb o'zimni ko'rganman o'sha kasbda. Shuncha odamlarni yana qayta oyoqqa turishligiga, sog'lom turmush tarziga qaytishligiga yordam berayotganimni ko'rib, o'zimni motivatsiya olganman. Doimiy ravishda o'zimizdan ustimizda ishlashligimiz sababli reabilitatsiyani mana kengaytirib, insultdan keyingi, nafaqat boshqa kasalliklardan keyingi hamma reabilitatsiya uslugalarini Toshkent shahri ichida 100 ga borib qilib beradigan darajaga yetib keldik hozirgi paytda. Bu sohani tanlaganimdan keyin nafaqat menga, balki ota-onamga ko'pchilik rahmat aytayotganligini, duo qilishayotganligini ko'rish ham menga motivatsiya beradi. Kelgusida bu masalada niyatlarimiz, rejalarimiz katta. Nafaqat Toshkentda, balki butun O'zbekistonda reabilitatsiya sohasini kengaytirish, takomillashtirish, rivojlantirish rejalashtirilgan.